O'choqqa o't qalandi va qozonda milliy taom palov tayyorlashga kirishildi. Oshpaz mahoratini o'rganganlarni amalda namoyish etishga astoydil yeng shimargan. Boshqa bir qozonda bo'lsa, yana bir ishtirokchi o'z uslubida osh pishiryapti. Shu kabi bir paytda tayyor bo'layotgan palovlarning hammasi har turli. Oshpazlarning barchalari O'zbekiston tumanidagi birinchi sonli texnikum o'quvchilari. Ular osh tanlovi orqali ustozlari bilan birga nafaqat tajribalarni ko'rsatishni, balki ilm maskanida o'g'il-qizlarni o'z tanlagan sohasi bo'yicha o'qitish sifatini ham namoyish etishni niyat qilishgan. Nariroqda bo'lsa, yanada qiziq holat. Uy sharoitida tayyorlangan salqinlantiruvchi ichimliklarning qaysi biri eng shirin ekanligini tomoshabinlar aytib berishlari kerak. Nonlar deysizmi, shirinliklarmi? Ijodiy ish deyishga arzirli anchagina mahsulotlar olib chiqilgan. O'zbekiston tumanidagi birinchi sonli texnikumda bo'lib o'tgan maktab bitiruvchilari uchun ochiq eshiklar kuni ana shunday jarayonlar bilan ham qiziq va esda qolarli o'tdi. Mazkur tadbir orqali bilim yurtining buguni mamlakatimizda ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tiborning ushbu texnikumdagi amaliy ifodasini ko'rsatishga astoydil harakat qilindi. Kitobga bo'lgan e'tibor ko'rgazmali vositalar orqali namoyish etildi. Tasviriy san'atga oshno bo'lgan o'quvchilarning ijodiy ishlari qiziqish bilan tomosha qilindi. Bilim yurtidan yetishib chiqadigan tikuvchilarning salohiyati, olib chiqilgan liboslar, milliy kiyimlarda namoyon bo'ldi. Albatta eng ko'p qiziqish shu yo'nalishga qaratildi desak ham mubolag'a emas. Mana bunday bejirim jihozlar, gullar ham ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Shu kuni mehmonlar robototexnika, axborot texnologiyalari bo'yicha texnikum o'quvchilarining o'rganganlarini ham amalda ko'rishdi. O'zbekiston tumanida mana shu birinchi son texnikumda nafaqat kasblar, nemis tilini, ingliz tilini ham o'qitish yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda davr talabi ham albatta mana shu respublikamizda o'rta bo'g'indagi bitiruvchi yoshlarni kasbga qiziqtirish va ularda o'sha til sertifikatlarini olishga erishish. Shu maqsad qilingan. Albatta mana shunga erishdik. Ochiq eshiklar kunini ham maqsadi ana shu kasblarga bo'lgan qiziqishini uyg'otish va shu texnikumda o'quvchi yoshlarni o'qitish, ularga til o'rgatishdan iborat. Musiqa, kuy-qo'shiq ixlosmandlari havaskor, san'atga ishtiyoqmand o'quvchilarning bir shingildan ashulasini tingladi. Sartaroshlik yo'nalishida hammaning ko'z o'ngida bir soch turmagini boshidan oxirigacha ko'rsatib berilgani qizlar uchun qiziqarli va ayni muddao bo'ldi. Elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha tahsil olayotgan o'quvchilarning olib chiqqan ko'rgazmali vositasi, ustozlari bilan yasalgan aqlli uy loyihasi barcha mehmonlarda, tomoshabinlarda birdek taassurot qoldirdi. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatuvchilarning ishlarini ham tomosha qilganlar, o'qituvchilarni savollar bilan ko'mib qo'yganlar ham ko'p bo'ldi. Tadbirning davomi sifatida texnikum o'quvchilari tomonidan tayyorlangan adabiy badiiy dastur yig'ilganlar e'tiboriga havola etildi. Tinchlik, mardlik, ezgulik va yoshlik haqidagi she'rlar aytildi. Qo'shiqlar kuylandi. Bir qator chiqishlar bo'ldi. Rejalar o'rtoqlashildi. Kelgusi o'quv yilidan bir necha yangi yo'nalishlar bo'yicha ham o'qitish yo'lga qo'yilishi ma'lum qilindi. 600 nafar 9-sinf bitiruvchilarini qamrab olmoqchimiz. Dual ta'limda ham 200 taga yetkazmoqchimiz. Reja xuddi shunday. Ish beruvchilar bilan birgalikda doimiy hamnafas bo'lib ishlaganligimiz sababli ularni ish o'rinlaridan kelib chiqib hamda o'sha takliflaridan kelib chiqib turib shu yo'nalishlarda tuman hokimiyati bilan kelishib keyin yo'nalishlarni tanlaganmiz. Bugungi kunda tumanda tikuvchilik asosan yo'nalishi, oshpazlik yo'nalishi, qurilish yo'nalishi, elektromontor hamda payvandlash, ya'ni metallarga ishlov berish yo'nalishlari juda ham e'tiborda va ishchi o'rni juda ham ularga kerak. Maktab bitiruvchilarini texnikum hayoti bilan tanishtirishga qaratilgan mazkur turdagi tadbir joriy o'quv yili hisobidan oxirgisi. Lekin bu boradagi targ'ibot aslo susaytirilmaydi va endi maktab bitiruvchilari bilan yakka tartibda ishlanadi. Yangi o'quv yiligacha davom etadi. Maqsadimiz eng qiziqqan o'quvchilarni saralab, birinchi bosqichga olish dedi ilm maskani jamoasi.